الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qardoshlar, ilgirki darsimizda, ya'ni sura Nisoning 34 oyatida Alloh subhanahu va taolo ayol munosabatining odatdagi munosabat emas ekanligi, Allohning nomi bilan qurilgan munosabat ekanligi va buningga ko'ra ayol tarafninki ustiga ilishga tegishlik mas'uliyat ado qilishga tegishlik majburiyatlarning borligini bu tarafda, ya'ni o'zining kuchiga tayinib yoki ayol kishi o'zi ishonch qiladigan bir tarafga tayinib ikki taraf bir-biriga zulm so'z bo'lmaydiganligini masala yuz bergan vaqtda Allah ko'rsatgan yo'l bo'yicha hal qilish kerak ekanligini bizga bayon qilib o'tgan va oxirida har tarafga o'zining buyukligini aslatish mandaq jetgan vaqtda bir tahdid, ya'ni agar bu masalada xiloflik qilsa, yengillik qilsa Allohning buyukligi bilan jazolaydiganligiga nisbatan bir ushur ishorat bergandek mazmunlar bilan oxirlashgandi. Endi bugungi 35-oyatda Alloh subhanahu va taolo yana oila munosabati, ayol o'tiridagi munosabat haqida ketyapti. Biz necha qatimliq darslarimizda biroz bu masalani ta'kidlab o'tgan bo'ldik. Ayol masalasi o qadar muhimki, biz bugun bir erning ayol bilan to'y qilib oila qurish degan bir şekilde oddiy tushunishimiz mumkin. Amaliyotda kelgusi jamiyatni qanaqa qilish, yaratish masalasi bu. Oila jamiyat yaratadigan bir zavod deb tushunsanlar bo'ladi. Oilaning qanday shaklda qurilishi, ayolning munosabatining qanday shaklda bog'lanishi, adolatning qanday shaklda turg'izilishi bu oiladan o'sib chiqqan avlodlarning kelgusidagi sifatiga munosabatlik, avlodlar kelgusida quradigan jamiyatning xarakteriga munosabatli bo'lgancha Qur'on bu masalaga alohida ahamiyat bergan. Bugungi oyatmi dal shu Alloh oilaviy munosabatga ahamiyat bergan taraflarni yuritib turdi. Davatudu astaizu billah va in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi va hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqullohu baynahuma innalloha kana aliman xabira. Avval oyatni sizlarga qisqacha bir tarjima qilib beray avval. Agar sizlar ayol o'tirisidagi ixtilofdan ansirsanlar, yirikchilikdan ansirsanlar, ayrilishdan ansirsanlar, erning ahlidan bir hokimdan birini tayinlanglar. Hakam degani hukm qiluvchi. Ayolning ahlidan hakamdan birini tayinlanglar. Agar ayol haqiqatan islohotni iroda qilsa, yaxshilanib qilish niyat bilan bo'ladi ekan. Bu ma'nomi ehtimol yoki ikki hakam zodi bu yerda isloh qilishni ham qana qiladi ekan, iroda qiladi ekan. Alloh cho'qim bularning o'tirini muvaffaq qiladi. Alloh hammani bilguchi va hammadan xabardor. Men sizlarga qisqacha tarjimasini qilib berdim. Tarjimadan bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqta bor. O'tirdagi yiriklik, ayrilish qanaqamida yuz bermadi. Oyat bunda o'tdi bizga, agar ansirsanglar, yüz birishdan ansirsanlar deyotdi. Ayol o'tirsda bir ish yuz bergani yo'q, lekin alomatlari ko'rinyapti. Ya'ni bu yerda bizga chiqayotgan signal nima desanglar, Allohning ishlatgan ifodasi, andikin jumla qurilmasiga diqqat qilganimizda bu yerda yerilish ifodasini ko'rsatdi. Yerilish bor. Chunki shiqoq, oyatdagi shiqoq ifodasi bir gavda narsaning o'ttirdan ikkiga yerilganini ko'rsatdi. Bu
bizga qanday ma'no ifodalaydi desa, oila asli birga bo'lish kerak. Chunki Qur'ondagi ayolning tasviri, masalan, Sur Nisoning 21-oyatida, Sur Baqaraning 187-oyatida qanday tasvirlanadi? Ayol birisi bilan kirishib ketgan. Ya'ni vaqat afta ba'dukum ila ba'din va nayt ig'ir ahdi misaqlar bilan birisi bilan qana qilgan kirishgan ifodasi bor. Yana bir oyatda ayollar sizlarga bir kiyim-kechakning o'rnida, sizlar ayollarga nisbatan bir kiyim-kechakning o'rnida ayolni yo'gaydi, ayol erni yo'gaydi, ya'ni ikkisi bir butun gavda bo'lib ketgan degan bir ifodani ko'rsatdi. Ma shaklda tasvirlaydi Qur'on musulmon oilasini. Endi mushunda bir gavda bo'lib ketgan oilada qanday ikkiga bo'linish ahvoli ko'rinish ehtimoli bo'lib qolsa, mayda бүлініп болғандан кейін, ішкеге айырылып болғандан кейінгі мәселе емес, азырқы мәселе. Ашта бір ehtimal болып қалғаны да сілә kimlarga xitob qilyotidi? Munosabatli kishilarga. Mayli o munosabatli kishilar bu o'g'illar, bu qizninki, ya'ni ayolninki ota-onasi bo'lsin, yoki urug' tuqqanlari olsun, aksi olsun, hatto ona bilan dadining o'tirda ashta bir ahvolda ko'radigan vaqtda, masalan, yashanganroq, yosh cho'nglar bo'lib qolsa, bir cho'ng bir o'tir yoshligim ballaruludan ularga ballarga tushdi masalan. Ya'ni ayolga munosabatli taraflarning har qandig'i bu yerdagi xitob bilan nima mukallaf. Ya'ni bu xitob etrafidagi sonda bo'lsin, har shakldagiimiz qiyin ota, qiyin ana bulus bilan o'zining kuyovul yoki kelinlariga qarata, dadulus bilan balasi yoki qiziga qarata, akulus bilan o'zining ukulariga qarata, hatto bir xo'jayin bulus bilan qo'l ostida ishlayotgan xizmatchininki ayol o'tirdagi masalasiga qarata, ya'ni mas'uliyatni ustiga olalaydigan har qanday odamga Allah subhanahu va taolo shunda xitob qilyotdiki, agar sizlarning shu mas'uliyatinglardagi ayol bir oilaliklarning o'rtasida masala ko'rilish ehtimoli bo'lib qolsa, men bu yerda bak to'xtayotiman, ya'ni masala ko'rilish ehtimol deganni qo'shsam, chunki bu oyatda masala ko'rildi emas. Masala ko'rilishdan ansirasanglar degani, xuddi bu yerda bizga har zaman atrofimizdagi oilalarning ahvoliga ko'ngil bo'lib turish. İş nereden beryapti? Bu ikkisining ahvoli qanday? Yaxshi tarafiga ketyapti, yomon tarafiga qanday ketyapti? Yomon tarafiga kelsa, darhol buni qanday qilish, to'zash. Ya'ni o'yg'oq bo'lishni talab qilyapti bizdan. Bo'ldi ya o'zining ishi. Bizning nima chatag'imiz? Bir salbiy gapimiz bor, orchiga olti tayoq deydigan. Ya musulmon unda olmaydi. Allah musulmonni unda bo'l demaydi. Belki musulmon o'zining atrofidagi o'zining mas'uliyat doirasiga kiradigan har narsadan mas'ul. Atrofidagi qarindoshlarining oilalaridan mas'ul, o'zining qo'l ostidagilarning oilalaridan mas'ul, do'stlarning oilalaridan mas'ul. Ya'ni o'zining gapi o'tadigan darajadagi har qanday bir oila bo'lib qolsa, bularda yomonlashish ahvoli ko'rilish ehtimoli bo'lib qolsa, darhol shamol chiqishdan ilgari shamolga oldindan tayyorlik qilish kerak. Yoki shamolning oldini qanday qilish kerak, erish kerak. Balkim bu yerdagi ifoda bir alomatlar ko'rinyapti. Ayol o'tirisida ba'zi masalalarningki oldingi ifodalar ko'rinyapti. Agar ahamiyat berilmasa, sal qaralsa, masala berib shiqqoq darajasiga boradi. Oyatdagi shiqqoq ifodasi ikkisining ayrilish darajasiga boradi. Mashtag'i vaqtida masalani darro ikki tarafdan, tarafdan bir dona hakam chiqish kerak va ayol tarafdan bir dona hakam chiqish kerak. Hakam ya'ni masalaga to'g'ri qaraya oladigan, masalani yaxshi tarafga buraya oladigan kishi demak ya'ni. Endi bu ikki hakam, ayolning masalasiga qaragan hakam. Bu yerda mutlaqo ikkisini birlashtirib bir ayolni majburiy shaklda qilasin deganlik emas. Majburiy shaklda bo'lgandan keyin endi davomlashmaydi. Bu hakam masalaning mohiyatiga qarab boqadi. Agar masalaning mohiyati oddiy sabablar tufaylidan chiqqan masala bo'lib qolsa, o'ngshaydi buni. Ya'ni o'ngshug'uli bo'lsa ham qanaqa qiladi o'ngshaydi. Ammo masala zodi ikkisi
ikkisi bu uyda tursa, ya ayolga zulm qiladi ekan, ya ayol erga zulm qiladi ekan. Buning natijasida balalarmo sog'lom uyg'onmaydi ekan degandek, ya'ni ikkisining yarishish imkoniyati yo'q darajada bo'lib qolsa, zulm qiladigan, buzaq qiladigan, haromga tushadigan darajaga berib qo'yguncha, salbiy natija o'rtaga chiqib qo'yguncha, masalani betaraf qilib, agar arish to'g'ri qolsa qanday qilish kerak? Ayrish kerak yani. Endi Allah mush ishga hakamning vazifasini bu yerda biroz muayyanlashtirib, yurida islahan yuvaffiqullohu baynahuma. Asosli vazifa men bayatdim, arish to'g'ri qolsa ayrish kerak. O ishkisini asliga keltirish to'g'ri qolsa asliga keltirish deganimda qandaqdir? Hakamning asosiy vazifasi ayrish emas. Allah o ishkisining vazifasini ko'rsatib nimda agar bu ishga hakam zot isloh qilaman deb haqiqatan chin ko'ngli bilan oldin Alloh qo'soqqa bir narsani tukvelib kelib turib, masalan, ya qiz tarafdan ya o'g'il tarafdan qilmay, bir sap zihniyat bilan, sap niyat bilan zot bu ishni isloh qilgudaklan bo'lsa, isloh qilaman degan niyatda agar bu yerga kelsa, Alloh o ishning o'tirisini qanday qiladi? Muvaffaq qiladi. Ya'ni birlashtiradi yani. Yani bu oyatda ikki hakamninki erning oilasidan va ayolning oilasidan chiqqan ikki shaxsninki vazifasiningki asosiy vazifasiningki isloh qilish ekanligini Alloh subhanahu va taolo qanday qilyotdi? Bu yerda o'rtaga qo'yyotdi. Mishadan bir narsa chiqadiki, bir tahdid yani xatarning signali qanday? Bu hakam bo'lib kelganlar, mayli erning oilasidan birisi keldi, ayolning oilasidan birisi keldi deyli. Ko'nglida yomonlikni tukib, oldin Alloh tayyorlab qo'ygan kelsa, xuddi bu yerda bir rasvochilik yuz beradigandak lam chiqyapti. Chunki u ikkisi agar islohotni ham iroda qilsa, Alloh muvaffaq qiladi degani, agar muvaffaqiyatsiz bir ish bo'lg'ini, bu ikki tarafning bir yerlarda bir masluva degan gap yani. Ya'ni agar bu ikki taraf ixlosmandan bo'ladi ekan, haqiqatan bu oilani saqlab qolish uchun sap niyat bilan kelgan ekan, Alloh cho'qim buni muvaffaqiyat bilan qana qiladi, oxirlashtiradi. Xuddi Qur'oni Karimda bu ifodani men bu yerdan chiqargan hukmni, masalan, va inna jundana lahumul g'olibun bir oyat bor. Bizning askarimiz cho'qim g'alaba qiladi. Alloh o'zining askariga g'alabani tutdi. Shunda g'alaba qilinmagan holatda bir narsa o'rtaga chiqadi. Ya'ni mushu Alloh yo'lida urush qilyapman deganlar Allohning askarimi emasmi deganmi? Shunga o'xshagan bir masala. Alloh mayada dediki, agar zot bu ishga hakamning qalbi sog'lom bo'lsa, isloh qilaman deb kelgan ishga hakam qalbi sog'lom bo'lsa, zot bu ishni o'ngshayman deb kelgan bo'lsa, bu ishi muvaffaqiyatli bo'ladi. Qur'on dedi buni. Muvaffaqiyatli bo'lanmadi degan gap bu ikkisi bir masala degan gap yani. Cho'qim muvaffaqiyatli bir shaklda hal bo'lanmasa, cho'qim ishga hakamning qilisi bir ish va bular sog'lom emas degandek bir rasvochilik signali. Agar qalbingni sog'lom tutmasang, niyatingni to'g'ri qilmasang, rasvo bo'ladigini sen. Andan keyin oyatdan yana bir bizning oladigan inchki nuqtamizdan birisi, agar u ikkisi isloh qiluvchi ayolning o'tirini isloh qilishni ham ko'zlab kelgan bo'lsa, Alloh muvaffaq qiladi degan ifodada bizga shunday bir xabar beradi Alloh subhanahu va taolo. Har ishga bir sabab ketadi. Sabab qilimiz natija chiqadi. Lekin sababning yaratuvchisi Alloh, sababning natijasining yaratuvchisi Alloh. Dunyoning qonuniyati bo'yicha sabab natija qonuniyati ishlayotgan bo'lsa-mu, kuchga ega bo'lsa-mu, mohiyatda sabab yaratuvchi Alloh bo'lg'achqa va natija yaratuvchi Alloh bo'lg'achqa bu Allohning fazli marhamati. Shunga yuvaffiqullohu, Alloh muvaffaq qiladi deb Allohga bog'lishi bizga shu hukmni qanday qilyapti, berayotdi qarindoshlar. Undan keyin oyatning eng oxirida innalloha aliman xabira. Alloh subhanahu va taolo bilgichi va xabardor. Erning ahvoli, ayolning ahvoli va shu ikki hakamning ahvolini biladi
onundan xabar var. Her tarafının kılgan işlerininki mukafat cezası nahiyeti iniq degan ma'na, yani signal bizga bu oyatni qanday qilyapti, birilyapti qarindoshlar. Endi yuqorqi 35 oyatimizda ayol munosabatini isloh qilish haqidagi mazmunlarni Alloh subhanahu va taolo bizga deb bo'lgandan keyin ya'ni ilgari nurg'un ahkamlarni ko'rdik. Ayol o'tirdiki ahkamlar, to'y qilish harom bo'ladigan ayollar, undan keyin halol bo'ladigan ayollar, azat ayollarni alamaydiganlarniki dedik asıl bulduğanlık ve bu yerdeki Allah'ın teşebbüs kılıvatkan, qiziqtirayotgan tarafi yo'linishi, boshqalarning mol mulkini yo'lsizlik bilan yevilish, buning haromligi, ayolning ahvoli va buning munosabatlik ahvollarni so'zlab bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo hamda buyuk asosiy manhaj, hayot prinsipiga qanday qilyapti o'tdi 36-oyatda. Biz baştan ta'kidlab kıvatımız qarindoshlar, Sura Nisa inson qurilishi, insonning shaxsiy qurilishi, oilaviy qurilish, ijtimoiy jamiyat bo'lib qurilish qatorliq taraflarning hammasiga munosabatlik mushundagi eng asosiy prinsiplar hozirgi 36-oyatimizda kelyapti. Davotida Alloh وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Bizga ijtimoiy qurilishdagi eng muhim bo'lgan taraflarni qanday qilyapti deb davotidagi Allohga ibodat qilinglar, Allohga hech narsani shirk keltirmanglar, ota-onalarga yaxshilik qilinglar, urug' tuqqanlarga, yetimlarga, miskinlarga va urug' tuqqan bo'lgan qo'shnilarga va qishinglardagi yiroq qo'shni, yaqin qo'shni deb ayrimizga, yiroq qo'shnilarga va qishimizdagi hamro, safar hamrolarimizga, xizmatdoshlarimizga, masalan, va musofirlarga, qo'l ostinglardagi qo'l dedak cho'rilaringlarga yaxshilik qilinglar. Alloh faxrlik qilguvchi, takabburlik qilguvchi, ko'rangligini yaxshi ko'rmaydi deyapti. Oyat bizni bayatın deganimdek ijtimoiy qurilish, yani biz jamiyatda qanday yashaymiz, hayotimizda qanday yashaymiz, shu nuqtada bir yo'l qanday qilyapti, sizyapti. Bu yolning birinchi nuqtasi Allohga ibodat qilish. Allohga ibodat qilish deb kelgan vaqtida men qarindoshlarimizning kallasiga o'rnab qolgan yoki bizning kallamizga o'rnab qolgan xato tushunchalarni eslatmoqchi. To'g'ri, fiqh kitoblarimizda ibodat degan hamon namoz, zakot, haj, roza va o'xshash fiqhiy asosdagi ibodatlar asosliq bizning zihnimizga keladi va fiqh kitoblarda shu shaklda qanday qilib turlangan. Ammo mohiyatda payg'ambar alayhisolatu vasallam degan bir hadisga asosan bular ibodatningki ma'lum bir xil shakli. Ya'ni payg'ambar alayhisolam hadisda buniyal islamu ala khamsin, İslam 5 asas ustiga qurildi deb kelib 5 asosni la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb guvohlik berish ve namaz o'qish, zakat berish, Ramazonda ro'za tutish, haj qilish qatorliq 5 ishni so'zildi. Ko'pincha kishilar mushu hadisdan islomda asosiy ibodat 5 deb qaraydi. Ya'ni xuddi 5 islomning hammasidagidek. Amaliyat hadisning ifodasiga qaraganimizda hadis islom 5 asos ustiga qurildi deb bu 5 turlik ibodatni İslamның o'zi emas, asosiy huli sifatida tasvirlanyapti. Mush tasviriga asosan o'ylab boqaylik. Bir uy avval huldan tarkib topadi. Hulning ustiga uyning asosiy qismi quriladi. Ya'ni shu bo'yin tasavvur qilsak, bu 5i insonning musulmonligini, islomini ko'tarib turadigan bir hul. Agar bularning o'zining islom deyilish to'g'ri kelib qolsa, xuddi uyning asti hulini uy deganga o'xshashgan. Halbuki hech kim uy demaydi. Hul uyni ko'tarib turadigan. Uyning uyligi uning temi, to'ros va ichidagi ashyolar bilan bo'ladi. Mushunga o'xshashlar bu 5 turlik ibodat
beş türlük ibadet. İslam'ın ibadet asası, yani İslam asası. Ondan başka İslam şu asasta kurulduğun bütün hayat İslam buludu, bütün hayat ibadet oldu. Bütün hayat. Nim için bular fıkıh kitaplarda ibadet şekilde alaydı istilahlaşıp, haslaşıp kalgan degenimizde çünkü dünya münasebetli kişilerini Müslüman mı kılıyordu, gayrimüslim mı kılıyordu? Müslüman ibadet dep durup kılış gerek, gayrimüslim o noktasını oylamay kılıyordu. Ama matürlük ibadetlerini sap Müslüman kıldıgan boğaçka, şu fıkıh kitaplarda ula ibadet dep karılıp kalgan. Emniyet ibadet degen nemo dese, hayatta toğulgan, balagat yetken vaktin tatip, ta ölgenge kadar insandan kılıvatkan her bir çoğun küçük işlerinden hemmesi niyetiga qarab turib ya ibadet oldu ya ibadet olmaydı. Xuddi bir adam namaz o'qishni niyat qilmay boshqalar namoz o'qiyotgan bo'lsa araz qilib billa turib billa ruku o'qib billa sajda qilsa ibodat olmaydi ya. Niyatlan o'qisa ibodat bo'ladi. Hayotdagi har bir ish, yani yuqorida tilga olgan to'y, masalan, oila qurilish, bir odamning tijorat qilishi, yana bir ish qilishi, jihad qilishi, butun ishlar shu qilg'uchining niyatiga qarab turib ibodat bo'ladi. Shunga Qur'oni Karimda وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Men inson jinni menga ibodat qilsin deb yaratdim deganida ba'zi kishilarningki ta'tir tushunchasiga uchraymiz. Ya'ni bu hayotda ibodatdan boshqa ish yo'qmi? Hamma odam masjidga kirib o'tiramdi. Hey, bu yerda ibodatni kim masjidga kirib o'tirsin dedi. Hayotda olgan har bir qadaming sening sog'lom, niyating sog'lomlan bo'lsa, Alloh uchun qilgan bo'lsa, ibodat hisoblanadi. Masalan, bir oyatni ko'rib boqaylik. Sura Jumaning 9-oyatida Juma kunlikdagi hayotning ahvolini tasvirlab Alloh subhanahu va taolo ko'rsatma berib shuningga: "Ya ayyuhallazina amanu, idza nudiya lis-salati min yawmil jum'a, fas'au ila zikrillah wa dharul bay'." İki ishni davatidi Alloh. Juma kunlikda, jumaga azon chiqqan vaqtda ma hayotga savdongni tashlab namozga kir deydi. Namazga kir, Allohni eslashga kir davatidi. Ani tashlab ma'noga kir davatidi. Savdoni bilisda hayotdagi eng muhim omillardan birisi, hayot asosidan birisi. Chunki savdo mayli ishlab chiqaruvchi, mayli iste'mol qiluvchining o'tirdiki bir vosita. Tamam, kelayli oyatning oxiriga namozga kir deb qo'ygandan keyin namoz tugisichu degan kelgan vaqtda fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Namoz tugisa sirtqa chiqib Allohning fazli marhamatidan izla. Qarasanglar oyatda namozga kir deganga qanday buyruq qilgan bo'lsa, chiqib Allohning fazli marhamatidan izla, ya'ni tijorat qil, tijoratingni davomlashtir deganga shunday buyruq qilingan. Ikki buyruq qanday qilingan? O'xshash keraklik. Ya'ni garchi xarakter jihati aning ma'no xarakteri biroz farqlansimi, ammo umumiy nuqtadan biz bir şekilde ham, yani keng doiradan qaragan vaqtda o'xshash ibodat, yani. Bir odamning tijorat qilishimi ibodat, halol rizq talab qilishimi ibodat. Nima uchun? Bayatni dedim. Tijorat degan hayotning asosi. Hayotning asosi degan gap, sen shu bo'lmasa namozni o'qiy olmaysan, ro'zani tuta olmaysan, jihodni qilolmaysan degan gap. Sen namoz o'qishing uchun bir narsa yeyishing kerak, ichishing kerak, kiyim kiyishing kerak. Jihad qilish uchun bir narsa yeyishing kerak, ichishing kerak, kiyim kiyishing kerak, qo'lingga bir narsa elishing kerak. Demak, hayot asosimi xuddi ibodatning bilan o'xshash darajada, garchi darajalar farqlansimi, o'xshash farz. Umumiy nuqtada, ya'ni muayyan farz bo'lsa, buni kitoblarda ayirliq qo'y, farzi ayn, farzi kifoya degandek sen manchilik tijorat qilsang muayyan xuddi namozdan rakat soni o'xshash farz bo'lsa-mu, umumiy nuqtadan umum farz. Bu nerdan topamiz bu gapni? Desa Sura Hudning 61-oyatida. U'budulloh, Allohga ibodat qilinglar. Qaranglar oyatga. Malakum min ilahin g'ayru. Sizlarning undan boshqa ilohingiz yo'q. Huwa ansha'akum minal ard. U sizlarni zamindan yaratdi deb bo'lib, wasta'marakum fiha. Sizlarni shu zaminga avod qilg'uchi qildi sizlarni. Ya'ni insonning Alloh insonni yaratishdagi eng maqsadi va insonning vazifasi bu zaminni avod qilish. Zaminni avod qilish degan gap hayotga kerakli har ishni qilishning hammasi zaminni avod qilishning ichiga kiradi. Ya'ni hayotda yashash,
Yashash asosini yaratish, buni texminchilik desa, inchkilanib, juz'iy nuqtaligicha kirib, parcha masalalargacha deyish to'g'ri kelib qolsa, depolamaymiz tabii, ammo bir odamning kasb qilishi, iqtisod tepishi, yashashi, bolalarini baqishi, oila qurishi, bularning hammasi tamoman ibodatning tahtiga daxil. Hargizmi fiqh kitoblaridagi namoz, zakot, masalan, va boshqa haj, roza, bular ibodat, qog'ini ibodat emas deb qarash tubdan xato. Ammo nima uchun fiqh kitoblarda namoz, zakot, masalan, haj deganlarni ibodat qatoriga tiqib, qolganlarni o'ng qatoriga tiqmaydi desa, chunki ayriladigan tarafi shu. Ma namoz, zakot, roza qatorliq ibodatlarni musulmonlar qiladi. Bu nuqtadan bir alohidlik. Ammo qolgan hayotdagi yashash, tijorat qilish, kasb qilish, hunar qilish, ma ishlarni musulmon va musulmonning g'ayri qiladi. Boshqalar mı qiladi yani? Musulmon mı qiladi, boshqalar mı qiladi? Bu nuqtadan biroz farqlanadi. Ammo umumiy nuqtadan, ibodat nuqtasidan bularning hech nimasi yo'q, farqi yo'q qarindoshlar. Tabiiyki birning belgilangan doirasi, belgilangan vaqti, belgilangan miqdori va yana birisini Alloh quyoteklik. Yani pul teping desa, siz bu yil 2000 teping bu farz deyilmaydi. Siz ancak günah qilishingizga kerak, unda deyiladi. Quyoteklik. Ammo umumiy nuqtadan o'xshashlar farz. Bayatni dedik ya, biz bayatni farz davatgan namoz, haj, roza, zakat, jihad va boshqa ibodatlarni hayot asosi bo'lgan yemak, ichmak, kiyim, kechak bo'lmasa qilib bo'lmaydi. Fiqh qoidalarda vacibni amalga oshirishga vositalangan har qanday narsa o'xshash vojib bo'ldi. U nuqtaga sasaqmi o'xshashlar yashashning o'zining ibodatlikka qanday qiladi o'rtaga chiqadi qarindoshlar. Ya'ni Alloh ilgari nurg'un hukmlarni bayon qilib bo'lgandan keyin ilgari oyatlarda ma'oyatda ibodat qilinglar ifodasi xuddi bizga shuni bir vatadiki, hayotingizning hammasi ibodat, hammasi sizlar Allohning rizoligini ko'zlashingiz kerak, Alloh belgilagan prinsip bo'yicha menishingiz kerak degan shaklda bizga bir vatadi signal, ya'ni bir hukmni bir vatadi. Hamda Alloh ibodat qilinglar deb bo'lgandan keyin, mushu ibodat buni texmi tushunish deylimi? Mushu hayotimizni ibodat dedik ya biz. Mushu hayotdagi insonga en çok ziyallık, insanı yoldan çıkartadigan, insanın hayatını, baxt saadetinden uzaklaştıradigan en çok ziyallık işten birga eskertadi ki وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءٍ Allah'a nima keltirmanglar, şirk keltirmanglar. Nima uchun Allohga shirk keltirishni inson o kadar ziyallık, hayatını baxtsizlikka aylantiradi deymiz desa, chunki bir Allah'a bağlanış deganlik inson psixikasidagi intayin normal bir holatni, ko'ngil rohatini, baxt saodatni, bir xotirjamlikni olib keladi. Chunki sizning qalbing bog'langan nuqta bir. Shu bir tarafdan umid ketsa, boshqa tarafga bog'lanmaysa, ammo shirk keltirding degan gap. Mayli o'z vaqtidagi Quraysh mushriklar keltirayotganga o'xshash butlarga ibodat qilsin, yoki inson o'zininki arzu armonlarini atrofidagi ba'zi o'zi bir xil ishinib qolgan taraflarga, uning kuchi va uning puli va yoki uning huquqi va degandek ishinib qolgan tarafga bog'lasin, Allohdan ajratib o'zining umidini boshqa yoqqa bog'lagan odamninki psixikasi normallanmaydi. Chunki inson Allohdan umidi shunda üzülüp, Allohdan munosabati üzülüp, Allohdan tilaydiganni, Allohdan umid qildiganni, Allohdan arzu qildiganni buningdan taraflardan qanaqa qilgandan keyin, tiligilgandan keyin buning qalbi taraflarga bog'lanadi. Aniga bog'lanadi, maniga bog'lanadi, cho'ngga bog'lanadi, yana birisiga bog'lanadi, uningdan umid kutadi, buningdan umid kutadi va shuning uchun harakat qiladi. Ya'ni inson psixikasi charchaydi. Hatto o'zimi aning qishiga, maning qishiga bir xil nendaymiz bog'langan muqim bir tarafi, uning bir erkinligi, hurlik olmaydi yada. Qur'on shirk keltirgan insonni manda tasvirlaydi. Misol orqali tasvirlaydi, qaranglar. Daraballohu masalan rajulan fihi shuraka mutashakisun. Alloh shunda bir odamni misol qilib oldimizga keltirdi. Bu odamning açköz bir qancha xo'jayinlar var. Yeni bir adam bor. Bu bir odamning xizmatkori. Bir necha xo'jayinga xizmatkor bo'lgan kishi bilan bir odamga xizmatkor bo'lgan kishining munosabati o'xshamdi. İkisi barabar mu
deb bizga savol qo'yadi. Normal mantiq egisi, normal aql egisi bu ikkisiningki barobar emas ekanligini tabiiy biladi. Osh ko'z bir necha xo'jayinga xizmatkor olgan odam tabiiyki uning uyg'uraydi, buning uyg'uraydi, uning deganini qiladi, buning deganini qiladi. Hayotda o'zini charchitib oladi. Birla odamning xizmatkor olgan kishi shu bir odamga bo'ysunadi, butun umidini shunga bog'laydi, shuning uchun xizmat qiladi. Alloh tavhid va shirkka mush shaklda qana qildi. Misol oldi. Va bu misolning javobini o'zimizga qo'ydi, bizning aqlimizga qo'ydi. Insonning hayotdagi butun ishlaridagi umidi, arzusi, ishonchi, e'timodi bir taraf qilam, o'smi Allohga bog'langanida u qadar rahatlaydi. Tog'dak musibat kelsimi, ash o'zi ishongan, o'zi e'timod qilgan zotga u qadar ishonchi qiladi. U qadar rahat uning psixik jihatda jiddiylashish, ishkilishish, ansirash, qo'rqish bo'lmaydi. Ammo aksicha inson o'zining orzu armonini, nishonini u tarafga ya bu tarafga, u kuchga, bu kuchga bog'lig'inida uning xizmatini qilishni yuguraydi, buning xizmatini qilishni yuguraydi, iztirob bo'ladi, uning ruhiy jihat, psixik jihat, jismoniy jihat charchaydi. Buning ahvoliga voy, holiga voy. Bu ish insonning hayotini eng maf qiladigan, ya'ni insonning hayotini eng tugashtiradigan bir masala. Maştavga ekan Allah subhanahu va taala o'ziga boshqalarni shirk keltirib, arzu armonlarini Allohdan boshqalarga bog'laganlarni shularga tashlab qo'ydi Allah subhanahu va taala. Hadisi qudusiy da'vatudi ya. Ana aghna shuraka shirk. Men shirklarning shirkini eng behajatdi. Ya'ni men kerak yo'q menga nisbatan. Allah subhanahu va taala shunda da'vatudi. Qandaq odam menga bir ishni boshqalarni shirk keltiradigan tashlab qo'ymayman deydi. Uni va uning shirkini. Allohdan boshqa umid tutgan odam nishoniga yetmasligi, maqsadiga yetmasligi, ya'ni Alloh undan voz kechdi degan gap yani. Voz kechdi, uning hayoti jafoda o'tib degan gap yani. U maqsadiga yetmaydi degan gap yani. Şun bu nokta insanın hayatında intayin muhim nokta, maqsadiga yetmoqchi bo'lganlar uchun büyük arzu planlar bağlar uchun eng muhim diqqat qilish tegishli ochqishliq bir nokta. Ayetdeki 3. nokta, birincisi ibadet. Bütün hayatımızın ibadet ekanligini Allah birinci ayet isbatlı ayetning 5'ida. İkincisi de bu hayatta fakat bütün ibadetlerimizde Allah'ın ko'zlab mangashning muhim ekanligini uqtagandan keyin ikkinchi nokta va bil validayni ihsana. Ata-onaga qana qilish, yaxshilik qilish. Nimishqa? Chunki ata-ona bandining shu kishininki hayotga kelishiga va bu shaklga yetishiga bevosita sababkor. Gerçi Allah yarattı ama sebep noktasından ata-onasi nima bo'ldi sebep bo'ldi. Nima uchun Allah o'ziga ibodat qilish, o'ziga shirk keltirmaslikda büyük gaplarning keyiniga ata-onaning masalasini bog'laydi desa, chunki inson meni ata-onam mushu dunyoga kelishimga sababchi bo'lib turib, an kaptima degan bir xursandlik bilan, bir tashakkur aytish, minnatdor bo'lish ideyasi bilan shunda zanjirsimon mangsa meni ata-onam sebep oldu, ata-onamga ata-onasi sebep oldu, ata-onasiga ata-onasi sebep oldu. Şu şekilde Adem Aleyhisselam'a taqıldı. Adem Aleyhisselam'dan keyinki bevosita teşekkürümüz kimga bag'lanadi? Allah subhanahu va taala. Chunki Adem Aleyhisselamni Allah bevosita qana qilgan, yaratgan. Yani mesele yanına tevhid ko'rib taqıldı. Bu bir mesele. Ondan keyin ikkinchi bir nokta bizning diqqatimizni tortgan oyatning ifodasidagi va bil validayni ihsanadagi ba. Endi qarindoshlarning ko'pincha arab tilini o'qimaydi, ammo men tushuntirish uchun tirishima. Arab tilidagi ba ifodasi bevosita o'z qo'ldan qilish ifodasini ko'rsatadi. Ata-onaga yaxshilik qilish ifodasiga ba ifodasini qo'shib Allohning bu yerda keltirishi xuddi mana bir masala. Masalan, ba'zilar ata-onamga yaxshilik qildim deb o'zi normal bevosita aldirash deb yoki xizmatim jiq deb yoki savdom, tijoratim jiq, ishim bor deb ata-onasini qishig'a kelinmaydi. Boshqalar orqali uni buni akaldirib turadi, moddiy ehtiyojlarini qamdaydi, holidan xabar oladi, o'zi bevosita qo'l tiqmaydi endi. Mashtalig'iga nisbatan Qur'oni Karim ata-onaga yaxshilik qilish babida bir nuqtani ifodalayotadiki, o'zing qilishing kerak degandek bir ma'noni ifodalayotadi bu yerda. Bil validayndagi ba qo'l tiqib bevosita
üzən qilishing kerak. Ya'ni məsələ ata-ananınki maddi ehtiyacı qanğandan başqa bir ma'naviy ehtiyacı var. Həmmədən ata-analar baqqanlar yoki ata-anamız var həmmədən ata-ananın ən zo'r xuşallığı əkib bəgən total nərsəniz bəlkə balısınınki, nərvisininki köz aldıda buluşı, ular bilan görüşüb turuş ma məsələlər. Təbii ki, bugünkü temimiz ata-ana haqqında olmağaçqa texmi kengayib ketəməyimiz. Ama bu əsgərət işlətdiyislik mühim nöqtə. Yəni insan ata-anasına biyuvasitə özü yaxşılıq qilish, özü biyuvasitə halını xəbər ediş tələb qılınıdı ki, özün vaxtın yox, aldıraş degan bahana bilan gerçi ata-ananın maddi ehtiyaclarını to'liq ta'minlab bersanmi, amma ata-anaga yaxşılıq qilish degan vazifani ado qilgan bo'lmaysiz. Bu bir nöqtə. İkincisi, Allah ata-anaga yaxşılıq qilish babida Allah ata-anaga yaxşılıq qilish babida ihsan ifodasini qo'llangan. İhsan ifodasi. İhsan degan nima desa, har qanday bir ishni normaldan oshirib qilish ma'nosini ko'rsatadi. Masalan, Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomdan ibodatdagi ihsonni so'rgan vaqtida, ihson degan nima deb so'rgan vaqtda Rasululloh shuna javob berganki, anta abudalloha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Allohga xuddi ko'rgandek ibodat qilish. Alloh seni ko'rmasimi? Sen Allohni ko'rmasangmi? Nauzubillah. Alloh seni ko'rib. Bu yerda ibodatning eng yuksak tarafi shu. Burada mu'min bo'lib bo'lgandan keyin yana bir maqom bormasa, ihson maqomi bor. Har ishida Alloh uni ko'rib turgandek bir xil holatda yashash. Ibodatni shu xil holatda qilish. Alloh dal mushu ma'nodagi ihsonni ata-onaga ishlatadi. Ata-onaga normal yaxshilik qilish bir normal ish deyli. Allah'ın talab qilgani normal yaxshilik emas, balki normaldan oshirib qilgan yaxshilik. Bu nuqtalar nima ifodalanadi desangmi, hatto ata-ona kofir bo'lgan taqdirdami, mushrik bo'lgan taqdirdami va baladan Allohga shirk keltirishni talab qilgandimi, balaning faqat qilmaydigan ish nima desa shirk keltirish. Ata-ona talab qilgan gunoh ishni qilmaydi, ammo yaxshilikni qilaveradi. Çünkü Kur'an-ı Kerim dedi ya, وَاِنْ جَاهَدَاكَ أَلَا أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Seni şirk keltirishga majburlagan taqdirdimi, zo'rlagan taqdirdimi, shu jihat itoat qilmaysa, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيا مَعْرُوفًا. Yaxshilikni qilaversa. Allah bizni ata-onamizga qilishga buyurgan yaxshilik shu vaqtda qanday qilinaveradi? Qilinaveradi. Qur'on-ı Kerimda ata-onaga yaxshilik qilish ifodalari anda az. Kəməklik. Məsələn, Surə Bəqərəninki 83-cü ayətdə mi? وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Şu orunda oxşaş Allah ibadat qilishdan ata-ona yaxshilik qilishni bir yerdə keltiruglik. Ondan başqa bizning bugungi o'qiyotgan oyatimizda şu ibadat qilish, shirk keltirmaslik, ata-ona yaxshilik qilish. Sura An'amning 151-oyatida Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a. Bu yerda o'xshash Allohga shirk keltirmanglar deb bo'lib, va bil validayni ihsan ata-onaga yaxshilik qilish. Sura Ahqofning 15-oyatida ananinki balani necha oy qo'saq ko'tiradiganligi, nayati jafosini ko'tirib, necha oy imitadiganligini, ananing qilgan ajrini tilga o'tirib, va vasaynal insanu validayni ihsana. Biz anisi balani qanday ko'tiradi? Jafo bilan qo'saq ko'tiradi, jafo bilan tug'idi, uni necha oy, ya'ni Qur'onda 30 oy degan, 30 oy atrofida qo'saq ko'tirish, imitish jarayoni, mushu tariqada jafoni tatidi. Mashta bir jafo tatgan insonninki teşekkür bildirish haqli emasmi? İnsonni biz ata-onasi yaxshilik qilishga buyurdik degan bir shaklda kelganlik. Sura Ankabutning 8-oyatida va wasaynal insana biwalidayhi husna. Ma shaklda kelganlik. Sura Mujadalada Sura Ahqofning 15-oyatida va wasaynal insana biwalidayhi ihsana. Bayatni o'qigan Ankabutning oyatida mushunga o'xshash wasaynal insana biwalidayhi husna. Gerçi ihsana bilan husnaning farqi bo'lsa-mu, o'xshash oyatlar. Hammasi o'xshashlar ata-onaga ihson qilishga qana qilyotdi bizni tana. Qur'onda yolg'iz emas oyatchi bir necha o'rinda qana qildi, keldi bu yerda. Deganimizdek ihson ifodasi takror bir qitim aslatib qo'yay, normal yaxshilikdan oshirib qilish ifodasi. Sen bir inson bo'lganlikning nuqtasidan normal yaxshilik qilishing tabiiy, ammo Qur'on bizni normaldan oshirib yaxshilik qilishga qana qilyotdi, buyuryotdi qarindoshlar.
Ondan keyin yana shu ihson degan so'z biroz tushuntirishga ehtiyojli. Esingizda bo'lsin, kishi musulmon bo'ladi. Allohning diginining hammani qilgandan keyin bu odam mu'min bo'ladi, chin qalbidan chiqib qilgandan keyin. Va shu ishlarni oshirib qilsa, mu'minlikning yuqori bir darajasi bor. U o'smi muhsinlik darajasi. Masalan, Qur'oni Karimda muttaqillar ahvolini tasvirlab Allah Sura Zariyatning 15-16-oyatida innal muttaqina fi jannati wa uyun. Muttaqillar jannatlarda, buloqlarda bo'ladi deb bo'lib, akhizina ma atahum robbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Bular jannatga kirdi. Bu jannatga kirgan narsa nima desa, innahum kanu qabla zalika muhsinin. Bular muhsinti deydi. Ya'ni bular hayotda qilgan ibodatlarini ihson bilan qiladi. Ihson. Xuddi ota-onaga yaxshilik qilishga burg'anda ishlatgan ifoda shu. Oyatning oyiga qarab boqayli. Bular hayotda qanday muhsinti, nima ish qilib muhsin bo'lgan desa, oyatning oyiga oxirisi kanu qalilan minal-layli ma yahja'un. Ular kechada oz uxlaydi deydi. Va bil asharhum yastaghfirun. Men bayatni bir tushundim ihsonning ma'nosini. Inson o'zining normal talab qilingandan oshirib qilish. Normal talab qilingandan hammani qilsa mu'min bo'ladi inson. Aşırı qilganda muhsin bo'ladi. Masalan, qanday aşırı qiladi? Alloh bizdan 5 vaqt namoz talab qildi. Biz 5 vaqt namozni o'qib bo'lgandan keyin nafl namozlarni o'qiganimizda muhsin bo'lamiz. Alloh ma'lum miqdorda iqtisodimiz o'qib zakat talab qildi. Aşırı bersak muhsin bo'lamiz. İnson 5 vaqt namozni o'qib bo'lib, xubdan o'qib bo'lib, bomdodgacha uxlasa bo'ladi. Allohning talab qilgani shu. Buni aşırı ma'yatga degandek kechasi oz uxlab Allah subhanahu wa ta'ala o'zimizning bandachiligimizni bildirsak, bu orqali muhsin bo'ladi. Muhsin. Ayni oyatning oxiriga qarasak, va fi amwalihim haqqul lis-sayl wal mahrum. Ularning mol-mulkida mahrum bo'lganlarga, so'g'ishlarga haq va ifodasi zakat deb bir majburiyat va farz va inson zakatni ayirib bo'lsa mu'min bo'ladi. Aşırı başqalarga o'zining mol-mulkini qana qilsa, sarf qilsa, bersa, bu vaqtda muhsin bo'ladi. Ya'ni bu yerda Alloh bizga shuni ifodalamoqchi. Ota-onaga bo'lgan, Alloh bizga buyurgan yaxshilik, Alloh bizga buyurgan yaxshilik normaldan ustun bo'lishi kerak. Balkim aranglardan manda bir savol so'rashi mumkin. Men bu oyatning kelgan oyatlarning ichida bir necha oyatda keldim ota-ona yaxshilik qilish haqida. Sura Ankabutning 8-oyatida biroz farq bor. Va wasqaynal insana biwalidayhi husna. U yerda ihson demaklik, yaxshilik demaklik. Unda oshirib yaxshilik demaklik, yaxshilik demaklik. Bu nima desa, bu yerda bizning mulohaza qila oladiganimiz Alloh Qur'oni Karimda ota-onaga yaxshilik qilishning sabab illatlarini bir necha xil ko'rsatib o'tadi. Bayatni o'qigan Sura Ahqabning 15-oyatida onaning balani necha oy homil bo'lib, japada tug'ib, ya'ni necha oy emitib tarbiyalaydiganligini tilga ilib turib ihson qildi. Biz ma ta'rifatlardan tuqqan onaning ifodasini ko'ryapmiz. Anakin yana bir oyatda Sura Isroning 24-oyatda ma bir nuqtani tilga oladi. Va qur robbirhamhuma kama robbayani sagira. Ey Allah, degini Muhammad alayhisalom, ey Allah ota-onamga rahmat qilsa, xuddi ular meni kichik vaqtimda tarbiyalagandek. Ota-onaga yaxshilik qilishning yana bir sababi ota-ona bolani tarbiyalaydi. Ana bu yerda xuddi bizga chiqayotgan ishorat nima desa, o'zingning tuqqan ota-onasi seni tarbiyalab cho'ng qilgan ota-onasiga ihson bobiga yetkazib yaxshilik qilsak, bizni tug'musimi? Masalan, inson ba'zi vaqtda yetim bo'lib qoladi. Ota-onasidan qolib qoladi, ayrilib qoladi, boshqalar tarafidan kichik vaqtdan tortib tarbiyalanadi. Xuddi ota-onasiga o'xshash. Boshqalar tarbiyalab o'staganlarga nisbatan seni garchi tuqqan bo'lmusimi? O'z ota-onang bo'lmusimi? Xuddi o'z ota-onangga o'xshash ihson darajasiga yetmagan taqdirdami husna yaxshilik qilish Qur'oni Karimning talabidek bir ma'no bu yerni qanday qilyotdi chiqyotdi qarindoshlar. Shunga ota-ona yaxshilik qilish babida hamma yerda ihson deb kelib, bir yerda husn ifodasini qo'llanishda balkim o'zini tug'ib
o'stirgan, tarbiyalagan ota-onaga nisbatan ihson qilish farz bo'lsa, seni tug'magan bo'lsa-mu, qanday qilgan, seni tarbiyalab o'stirgan, ota-onang vafot topgan bo'lsa, sana ega bo'lgan, ota-onang ayrılib qolgan vaqtda sen beshon silg'anlarga nisbatan-mu bir yaxshilik qilishninki majburiyat ekanligini Qur'on qanday qiladi, bu yerda ifodalayotdi. Ya'ni normalda insondan bir narsa talab qilindi degan gap, inson shuning qarshiligida bir narsaga erishgan demak. Shunga payg'ambar alayhisolamdan boshqalar mening yaxshiligimga kim bakroq sazovor? Anammi, dadammi degan vaqtda anang deb bo'lib, 4-qatim dadang dedi. Nima uchun? Buni bir o'yinib baqish to'g'ri keladi. Chunki balani japa tatib hamil olab qo'saq ko'tirdigini ana. Japa tatib tug'digini ana. Japa tatib shu bola o'zining hojatidan o'zi chiqqan chaqchib baqirdigini ana. Mushu davrqichi dadaning hech aloqasi yo'q. Gerçi dada ailenin iqtisadi işlerini kötərsimi, himoya qilsimi, amma asosiy balı buluş süpütülen keltirgen xafalıqlarını japasını getirdiğini ana. Endi bala yuğunap, normal adam bulap, şunda işqi kəgidək olğan vaxtı dərhal dadısına qışqarıdı. Onun qo'ldan dadasi tutadi. Dadasi bilan birga ish qiladi, dadasi bilan birga sirtqa chiqib tijorat qiladi, hunar kasb qiladi. Bu vaqtida dadaning aniga qirgan vaqtda dada bilan birga bo'ladigan tarafi ko'proq bo'ladi balaninki. Va xuddi o'zi hayotda ishlab jafo tortish jarayonida dadasini bakroq jafo tortgandek his qiladi va o'zi his qilmaydigan, tuyolmaydigan, homila vaqtida, kichik buvoq vaqtida tortgan onasining jafolari bakkalisi kelmaydi. Qur'on mushu tarafini tutib turib, onasiga bakroq. Hadis onasini bakroq qana qilyotdi, ta'kidlayotdi Payg'ambar alayhisalom. Anang degan deyishi, chunki inson rasmiy yaxshilik qiladigan kelgan vaqtda onasining tortgan jafosini unutib qoladi yoki xiyolida bo'lmaydi. Chunki onasi u jafolarni u buvoq hech nima sezmaydigan vaqtda tortgan bo'lg'achqa. Ya'ni demakchi o'g'limiz shu, insonning o'taydigan har bir badali erişken ma'lum ne'matning qarshiligida bo'ladi. Bu nuqtadan ota-ona bolaga nisbatan favqulodda bir qarzigisi, ya'ni ota-onaning nurg'un xizmati va bizning ustimizda, nurg'un haqqi va bizning ustimizda. Shunga Alloh subhanahu va taolo ota-onaga bo'lgan yaxshilik masalasini, o'zga ibodat qilish, shirk keltirmaslik dairesiga tiziplam, keynidillam ata-ona yaxshilik qiladi deb bu qadar darajasini ko'tarishning sababi bu. Anigan oyatni davom qilaylik qarindoshlar. Oyatni ata-ona yaxshilik qilishdan keyin Alloh tuqqanlarga deydi. Ya'ni inson normalda o'zining ehtiyojidan chiqib bo'lgandan keyin o'zida eshqan iqtisod va eshqan vaqt, eshqan imkoniyatlarni atrofiga chambarsimon shaklda qanaqa qilib taqitdi. Bu chambarsimon shu ota-onadan boshlaydi. Markaz ota-onadan eshqanlarini urug' tuqqanlarga, ya'ni nasab jihatda yaqin bo'lganlarga. Ondan keyin yana bir kengaydi bu. Ondan keyin atrofida yurgan yetimlar masalan. Yetimlarni biz bayatdan azroq munosabat bilan tilga oldik. Baxit cho'ng'atgan ota-ona munosabati bilan. Yetim odatda insonlarda dadasini yo'qotgan odam bo'ladi, yetim bo'ladi. Hayvonlarda onasini yo'qotgan yetim bo'ladi. Chunki hayvonlar hatto dadasini tunimay hayvonlarning balaliq vaqti deylamdi. Boshqa xil ifodalash sal qiyin to'xtaydi. Balaliq davri, kichiklik davri baktiz uyutadi. Necha oyda, necha kunda hatto ba'zi necha haftadan balaliq davri kichiklik vaqti tugaydi, cho'ng hayvonlarga taraqqiy qilib ketadi. Buningga shu onasi bek muhim. Ammo inson bo'lish uchun, hayotda normal bir yashash uchun anadan mubakroq kim muhim, dada muhim. Mana nuqtadan dadasi olmagan inson nima hisoblanadi? Yetim hisoblanadi. Yetim bu muhim bo'lgan tizimlikka tizilishi, Allohga ibodat qilish, shirk keltirmaslik, ota-ona yaxshilik qilish qatoriga tizilishning sababi chunki yetim o'ynab cho'g'an jamiyatda atrofidagi bolalarning hammasininki 5-silaydigan dadasi borligini ko'rgunida
ularning xushal xuramligini ko'rgunida avvalan o'zining jamiyatiga nisbatan bir o'chmanlik paydo bo'ladi qalbida. Agar o'zi yetimsirab qolsa, sahibsiz qolganida, undan eshib Alloh qo'ygan qarshilik qalbida shakllanishqa o'xshash bola tursam, nim deb uning dadasi var, mening dadam yo'q. Men nima uchun ularga o'xshash dadalik emasman, dadam nima uchun ketdi, men nima ishga vafot bo'lib degandek bir xil qarshi ifodalar buning qalbida yo'q. Yani demak, bu xil shaklda yo'g'indi degan gap kelgusida jamiyatga vabo bo'ldi degan gap bu. Shunlashqa yetimni qanchalik ahamiyat berish shu jamiyatning kelgusiga nisbatan shunchalik nima muhim. Shunlashqa Payg'ambar alayhisolatu vasallam yetimni tarbiyalaguchi, yetimga kepilog'ich jannatda men bilan mashtaq deb o'zining ishga bayramligini ko'rsatgan. Endi buning darajasi favqulodda cho'ng. Ondan keyin yetim masalasiga sahib chiqish bayatdan degan salbiyatlarning altına olgandan boshqa inson jamiyatda hech qanday yetimning sahibsiz qolganini ko'rmasa, ya'ni yetimlar bo'lsa, buning 5-sinflik odam bo'lsa, yetimning kuni yaxshi o'tsa, yetim dadasizlikning dardini tatmasa, insonda öz jamiyatiga nisbatan qilish tegishli ishlarda tavakkulchilik ruhi shakllanadi. Qarasa yetimni zoya bo'layotgan, yetimning ahvolidan xabar olgan odam yo'q, o'qishsiz, tarbiyasiz qilayotgan jamiyat boshqalarligini ko'rsa, jamiyati uchun, o'zining dini, millati uchun qurbon berishga tegishli yerlarda dada o'zini tutib oladi. To'xtab tura, bolalarim kichik, bolalarimni o'qitmasam bo'lmaydi, tarbiyalasam bo'lmaydi deydigan. Ammo yetimning holidan xabar olish ana shunday xotirjamlik namadamga birida bir xil men kessam bolalarimning holidan xabar olib shu atrofimizdagi insonlar bor, bu jamiyatda bolalarim hargiz yetimsirab qolmaydi deb qilishga tegishli vazifalarni joyida qila oladi. Masalan, Surah Niso'da mana bir nuqtani asildida Alloh: "Val yakhshallazina law taraku min khalfihim dhurriyatan da'afan khafu alayhim falyattaqulloha val yaqulu qawlan sadida." Ya'ni o'zining kichik ojiz bolalarini qilishini qo'qqanlar başka yetim balalarning beshinsilsin degan ma'nodagi oyat yani. Bir odam o'zining bolalarining kelgusidan sirsa, navbatdagi balalarning holidan xabar olsin. Chunki bugun sen boshqalarning yetim balalarini xabar olganingda, kelgusida sening balangdan boshqalar qanday qiladi, xabar oladi qarindoshlar. Bu muhim masala. Yetim masalasi anda oddiy masala emas. Bir jamiyatning yaxshilik qilish, yomonlik qilish, kelgusining qanday bo'lishi şu jamiyatning ichidagi balalarning, bo'libmi yetimlarning qanday muomala qilinishiga favqulodda nima munosabatli qarindoshlar. Deb o'tdim Payg'ambar alayhisolatu vasallam. Payg'ambar alayhisalom yetimga kipilog'ini o'zi bilan o'xshash jannatda mashtabız deb qo'lini ishorat qilib ko'rsatib turib mukofotni da'vatdi. Bundan ortiq mukofot bo'lmaydi yetimga nisbatan, yetimga ega o'g'illarga nisbatan. Mencha mush Rasulullohning bergan mush mukofotimi ham nima yetarli. Undan keyin hamda yetim masalasi tugandan keyin miskinlar, faqirlar tilga ilinadi oyatda. Ya'ni oyat undan keyin val masakin miskinlar. Miskinlar odatda normal kim desa ulamolarningki miskinlarni tushundirishi, normalda miskinlarni tushundirishi. Kambag'allar bilan miskinlarning farqi, miskinlarning hech nimasi yo'q odamni miskin deydi. Kambag'alning bir narsa bor, lekin ehtiyojiga yetmaydigan odamni nima deydi? Kambag'al deydi. Ya'ni mushu miskin jamiyatdagi miskinlarmi ham yuqorida deyilgandek muhim ishlarning birisi. Undan keyin Alloh subhanahu va taolo miskindan o'tib xo'shlinlarga o'tdi. Ya'ni oyatga qaytadan bir qarab chiqili vel masakin deb qo'ygandan keyin vel jar zil qurba. Ya'ni xo'shna ham urug' tuqqan xo'shna deyotdi. Endi bu yerda urug' tuqqan xo'shna degan vaqtida onda ikki xil sifat bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom bir hadisda mundaq deydi: xo'shna 3 turlik. Birisi bir haqqi va xo'shna. Yana birisi ikki haqqi va xo'shna, yana birisi 3 haqqi va xo'shna. Bir haqqi va xo'shna mushrik xo'shna. Bunun faqat xo'shnilik haqqi va. Yani bunun haqqi va. İkki haqqi va xo'shna musulmon xo'shna. Bunun islom haqqi va, musulmon qarindosh o'g'illik haqqi va xo'shlik haqqi va. 3 haqqi va xo'shna, 3 haqqi va xo'shna ham musulmon, ham xo'shna, ham urug' tuqqan. Uni silrahmi haqqi va. Hatto yine Peygamber yana bir hadisda
Jibril alayhissalom menga xo'shnamni tavsiya qiliverdi. Eng oxirida xo'shnam menga mirosxo'r bo'lamiki deb o'ylab qoldi degan tavsiyalari va oyat bu nuqtalardan xo'shlarni alohida yaxshilik qilish tegishlik muhim urlarning qatoriga qana qildi, tiqib etdi. Undan keyin xo'shnidan keyin vel jarul junub, ya'ni yiroq qo'shna, yaqin bilamiz hammalar, oilamiz va uyimiz va yaqin qo'shna, yiroq qo'shna, mushlarning qatoriga qana qildi, kirdi. Undan keyin va sahib bil janna, qishimizdagi hamrohimiz. Qishimizdagi hamrohimiz deganimiz, agar o'quvchi bo'lib qolsak, qishimizdagi savoddoshimiz, musofir bo'lib qolsak, qishimizda o'tirgan safardashimiz, xizmatchi bo'lib qolsak, qishimizdagi xizmatdashimiz, har doim qishimizda birga turadigan kishilarmi ham ihson doirasining ichiga qana qiladi, kiradi. Payg'ambar alayhisolamning Abu Zarga qilgan bir vasiyat va Abu Zar, sen sho'rba pishasang, suyni biroz ko'payt, xo'shlilaringni qana qil, yo'qlab qo'y degan shaklda Rasululloh Abu Zar radhiyallohu anhu ga qana qilgan tavsiya qilgan. Undan keyin Ibn Sabil, musafir. Bilamiz, bugungi kunda sharoit yaxshilanib ketdi, ammo nimalar degan bilan bir shaharda turolg'usi yo'q, boradigan keladigan yeri yo'q, musafir yetaklanishga muhtoj, ma'naviy moddiy jihatda qo'llanishga muhtoj. Bu bir normal yaxshi jamiyat, Alloh iroda qilgan bir jamiyat bo'lishimiz uchun qilishga tegishlik muhim ishlarning birisi. Undan keyin eng oxirida va malakat aymanukum, sizlarning qo'l ostinglardagilar. Biz ilgirki bir darsimizda qul, cho'ra, dedak haqida azroq qana qildik, so'zlagan bo'ldik, ammo yana bugun azroq qo'shib to'g'ri qildi. Islom hech qachon qul, cho'ra, dedak masalasida bularni paydo qilish asosida tuzmaganlik prinsiplarini, qonun hukmlarini, ahkomlarini bularni yo'qotish, bularning manbasini yo'q qilish, bu asosiy tuzuklik. Masalan deyli, bir xatan odam o'ldirib salsa, qasam odam o'ldirib salsa buning kafaratiga qo'l ozod qilish. Masalan, qasamini buzsa buning kafaratiga qo'l ozod qilish, hatto ayolini zihar shaklda taloq qilib qolsa buning kafaratini qana qilish, qo'l ozod qilish. Demak, qul azod qilish yo'llarining ishiklarini favqulodda ochib o'tirmoq. Jiq ishlarning, jiq jinoy xatoliklarning jazosini qul azod qilish orqali qulluqni tugutish tarafiga qaratmoqlik. Bu bir. Ikkinchidan qulluqning manbasini aytib o'tadigan bir tuzumlarni yo'l qo'yilmoq. Masalan, erkin odamni tutib olish qo'ymaydi degandek masalan. Undan boshqa qul dedeklarni nomining qulim, nomining dedigim deb atashni hatta islom cheklaydi. Nomining masalan yigitim, mening qizim, o'g'lim degandek bunday ifodalarga qana qiladi, tavsiya qiladi. Undan boshqa yemak-ichmak, o'ltirish, qo'pish ishlarida, kiyim-kechak ishlarida o'xshash muomala qilinishi. Ya'ni normalda dasturxon ayirish, normalda xo'jayin bilan xizmatkorning uyidagi kiyimi farq qilinib, boshqalar qarab qo'yguncha, ma'o xo'jayindan ma'o xizmatkordan deb farqlanadigan darajada yetkazmaslik, ishlarga buyursa, qila oladigan ishlarga buyurish, agar biror jafo bo'lib qolsa, uningga qana qilish, yordamlashish, bu tuzumlarga qaraganimizda xuddi qul islomda xo'jayin bilan nima o'xshash. Faqat endi qulluq masalasidan birlam nasihat qilinglar, birlam manba. O'smi nima desanglar, urush bo'lib turadi normalda. Urush bo'lib turadi. Urushlarda asirga tushidi. Bizning odamlarimiz qarshi tarafga qada qiladi, asirga tushidi. Qarshi taraf bizga qana qiladi, asirga tushidi. Shu vaqtda qarshi tarafning asirga tushganlarni biz ep qolamiz endi. Chunki bizmi qarshi tarafga asirga tushib qolgan odamlarimizni nimaga qutqizish ehtiyojimiz bor. Shunda vaqtda ikkisini bir-biriga qana qilamiz, almashtiradigan ishlar bo'ladi. Agar vaqt kechikib qolib qolsa, uni normal tutib turamiz yani. Ammo islom mushayada bir narsa hurmat qildi, insonning insonligiga. Bugungi jamiyatda urush asirlarini aklab qul qilmaymiz degandek ism boshqa faqat. Mohiyatda insonlikdan o'tgan bir muomalalarni qiladi. Bu qurvatimiz hozir ularning qilayotgan muomalarini insonga qilmaydigan muomalandi. Masalan, turmalarga sulab qo'ydi. U normal deb turayli bugungi umumiy xalqaro ahvoldan ularga qilinayotgan muomalaga inson chidamaydi. Ammo islom qanday muomala qildi desa, asriga tushganlarning ana turmida
qamilib insonlikdan chiqqan bir muomalaga uchrash emas, normal jamiyat birga yashasin deydi. Ma'lum bir musulmonning uyida birga yashasin, shular bilan aralashib yashasin. Shuni tutib turadi. Mas seningdir. Shu uningga idorachilik qiladi, shu uni boshqaradi, toki qarshi tarafdagi musulmon asrlar bilan almashtirish to'g'ri kelganga qadar yoki boshqa bir yo'l chiqqanga qadar shu shaklda u uningga ega bo'ladigan gap. Ya'ni u shu asrga tushgan asr inson muomalasini ko'radi. Shu o'zi qulga tushgan odam nima yesa shuni yeydi, nima kiysa shuni kiydi. Ailede normal qana qiladi, yashaydi, yoki o'ziga belgilab berilgan o'rinda yashaydi. Ya'ni u bugungi kunda qulluq yo'q. Voy inson haqlari deb da'vo qilgan da'voning aslidagi insonlikdan chiqqan muomalaga qana qilmaydi o'xshamaydi. Bu islomningki bularga qilayotgan muomalasi. Ammo asrga tushganlarni qo'yitish hech qanday o'rinda islomdimi va boshqalardimi unda tashabbus qilinadigan ish emas. Tabiiy islom asrlarga yaxshi muomala qilish bilan birga agar şu urushning talabi shu bo'lib qolsa, qo'yitishni tashabbus qiladi. Ammo buni urushning talabi taqozo qilmagan, bizning ziynimizga bo'lgan shaklda qo'yitish o'zimizga ziyon kelishdan boshqa narsa emas. Buni hech kim inkor qilmaydi bu nuqtani. Undan keyin oyatning oxirisida ya'ni Alloh subhanahu va taolo bugungi oyatdami bir gap chala qopdi. Shu sening qo'l ostonga chiqib qolgan, mayli qo'l, mayli didak va boshqalar bo'lsin, bularga yaxshilik qilish babini, yaxshilik qilishni shu otaning yaxshilik qilishidan o'xshash bir qatorda qanaqatida tizib keltiryapti. Undan keyin oyatning eng oxirisida Alloh subhanahu va taolo yuqorqi bir qancha masalan otaning yaxshilik qilish deyli, urug' tuqqanlarga yaxshilik qilish deyli, yetimlarga yaxshilik qilish deyli, miskinlarga yaxshilik qilish, xulum xo'shlarga yaxshilik qilish, hatto qul cho'r dedaklarga yaxshilik qilish, bu insonning asraq bir kamtar bo'lishini taqozo qiladigan ahvol. Inson o'zi bilan boshqalarni o'xshash ko'rganda qig'iladigan ahvol. Allah mushuni Allohning askartini deyotdi. Allah po'chi ko'ranglarni qanaqa qilmaydi, yaxshi ko'rmaydi deyotdi. Ya'ni inson atrofidagilarni inson ko'rish kerak yani. İnson ko'rgan vaqtda insoncha muomala qiladi. Kibrlik, cho'nglik faqat Allohga xos. Chunki kibrlikni, cho'nglikni qanday vaqtda qila oladi, kim qila oladi desanglar, uzdun cho'ng hech kim yo'q vaqtda. Uzdun cho'ng hech kim yo'q vaqtda va uzdun cho'ng hech kim bo'lmagan kishi qila oladi. U o'simi Alloh. Allohdan cho'ng hech kim yo'q, Allohdan buyuk hech kim yo'q. Shu Allohga xos kibrlik insonga. Bugun mendagi azroq iqtisodiy imkoniyatni deb men atrofimdagilarga yo'g'onlik qilishim mumkin. Hayot o'zgarib turadi. Aytib tuan bo'lib qolsam-chi, boshqalar menga yo'g'onlik qilsa-chi. Yoki menda ma'lum so'mmadagi bir mablag' egasi deb qara boshqalarga yo'g'onlik qilsam, mendan ko'proq puli va odamdan birisi kelib menga yo'g'onlik qilsa-chi. Men bugun manchilik huquqim bor deb boshqalarga o'zimdan tuanlarga yo'g'onlik qilsam, cho'nglik qilsam, mendan huquqli cho'ng odamlar kelib menga yo'g'onlik qilsa-chi. Yani ijtimoiy jamiyatning sog'lom bir jamiyat bo'lish uchun hech kimga yo'g'onlik qilmaslik kerak. Hech kimga ko'ranglamaslik kerak. Cho'nglik, buyuklik, kibr faqat kimga xos? Alloh subhanahu va taologa xos. Oyatning oxirisida Alloh subhanahu va taolo kimni yaxshi ko'rmaydi? Muhtalan fakhuran yaxshi ko'rmaydi dedi. Fakhuradagi faxr degan qanday ma'noda? Muhtalandagi muhtal qanday ma'noda desa, asli muhtal degan so'z bir odamningki boshqalarning oldida bir xil kurang harakatlik holatini deyildi muhtal. Masalan, otni arablar xayl deb ataydi. Muhtal bilan xaylningki so'z yiltizi bir. Nimishqa ot normal harakatda bunda bir xil sakrab shash turdamdi. Ma'noqlardan shu otnimi xayl deb atalgan. Ya'ni ko'rinishdagi kuranglik. Faxr deganimiz başqalarga söz jihatda, ifoda jihatda o'zini yo'g'on ko'rsatib, o'zini qanoat qilish, cho'ng tutish. Bularning hammasi insonday bir ojiz maxluqqa faqat qanoat qilmaydi, yaqishmaydi. Sura Hajningki 9-10 oyatlaridami "Saniya itfihi liyudilla an sabilillah" degan oyatda Alloh subhanahu va taolo bunday cho'ngchilik qilganlarga dunyodami rasvochilik, oxiratdami qattiq azob baliq bilan qanoat qiladi, askarlatadi qarindoshlar. Endi mutkabirlikninki cho'nglikning bir manbasi eng oxirida qo'shib qo'ydiganim inson Alloh oxirida oyatning oxirida mutkabbir cho'ngchilikni yaxshi ko'rmaydi deb askartib qo'yishning sababi
Sen atanın yaxşılıq qılsa, bir nəsləni əkəb birsə, qoşlarına yaxşılıq qılsa, maddi mənəvi yaxşılıqlarını qılsa və bayatın bir müc tizimlikdə deyilgan bir qaç tərəflərə yaxşılıq qılsa. Yaxşılıq qılğandan keyin xuddi sən ulağı çoğ bir nəsə verib ötkəndək üzərini çoğ tutulğan əhval oldu. Mən bayatın demir, çoğ tutuş üzəndə başqalardan bir alayidlikni his qılğa vaxtda payda olduğan əhval. Hem de sen şulağa qıvatqan yaxşılıq ve şu yaxşılıq qılış imkaniyeti sen üzen yaratqan yoki sende banasın o yoki Allah sana bergen nəsimi. İnsan bunu oylab baxış gerek. Bugün sen başqalığı yardım qılğan bolsan, başqalığı ihsan qılğan bolsan, Allah seni igi qılğanlıq bilan qıldın. Ama şu imkaniyetni Allah sana emas başqalığı bergen bolsun. Ular sana yaxşılıq qılıb ata yo'qolsa özünü yo'g'on tutib ko'ramagan bolsun. İnsan manıqni oylab baxış kerak. Yani insan qilayotgan yaxshi ishlari, qilayotgan cho'ng ishlari, boshqalar qilayotgan yordamlari hammasi insonning o'zidagi bor bo'lgan tamoman o'zi uningga ega bo'lgan bir imkoniyat emas. Balki Alloh uningga bergan va aytsa Alloh boshqalarga berishi mumkin bo'lgan bir imkoniyat. İnsan buni unutib qolmaslik kerak. Shunga Allah subhanahu va taolo oyatning oxirisida ko'rang çoğunluq qiladigan, po'chi boshqalarga minnat qiladigan kishilarni yaxshi ko'rmaydi degan mazmunda oyatni oxirlashtirdi. Vaqt munosabati bilan bugun darsimiz nishada to'xtaydi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.